Assalamu alaikum. Karındaşlar, ikinci bayaqki öpümünün davamı. Bu kanun ne için keçikip kaldı degan sözge cevap veriş doğru keldi. Bu kanunun keçikip kalgını burunqi kanunga yana texmi kuchli bir necha moddani qo'shib bir sanatla o'tirib qo'yibdi qarindoshlar kongresslar bilan. Shuning uchun mushu yangi qo'shilayotgan fikrlar uchun bu yana sanatga qaytib boradigan bo'lib, bu misal sanatdan o'tib bo'lgan qarindoshlar, biz yolg'iz kongresslar emas, sanat turlarining oldidan jiddiy o'tkazishimiz kerak. Asosan sanatning oldidan o'tish kerak bu qonun. Shunga sanatga qaytib berib, qaytib ma'qullash to'g'ri keldi. Meningcha sanat hammasi ma'qul deb o'tkazibdi buni, cho'qim o'tidi deb ishonaman. Endi Mehmet Rashidning bir she'rini Mavlon yezib qo'yibdi bir maqolasiga. Men shuningga shundaq nim berdim. Har qanday odam mush ishni qilammidim yoki men mag'lub bo'ldim desa, o'zidan ko'rsin debdi. Mag'lubiyatni har qanday odam mag'lubiyatni o'zidan ko'rish kerak qarindoshlar. Biz tatılışımız gerek. Mayli ayrım qilayli, mayli ko'pchilik bo'layli, mag'lub bo'lmaymiz desak, to'xtamay ish qilishimiz kerak. Ish qilar ekanmiz, biz mag'lub bo'lmaymiz qarindoshlar. Shakilga qilgan ishlar hammasi suning ustida kerak. Yo'qaydi qarindoshlar, haqiqiy ish qildigan odamlar oldiga o'tadi. Shunga ata men barliq Uyg'ur qarindoshlarimning soat 7 da mushu Uyg'ur sentriga, Qo'zaq Altayning maktabiga saharda anlamağanlar, anlap yığılıp berip, çoxunmuş sanatdan, kongressdan ötküzüdüğün işlerine hemkarlışınlarını ümit kılımen. Ben muşu jaryanında, muş kanun maqlıtışının aldı keynide, netçi 10 kıtım kongresslarda teşviqat ep bağın, bütün xalqni şununla yeteklewatgan, iştattaki hanımlarga, apotman, körüşni epirwatgan, elpidar xenim, Uyghur Amerika uyushmasining board a'zosidan Tomariz xonim va uning atrofidagi qizlarga va Qo'zaq Altayga rahmat aytaman. Mushu ishtatga mushu appointmentni epirpatta bizga mo bugun aprimiz qandaq vaqtda sanglar mana kongresslar ko'rishtirishni biz rad qo'yil dedi. Mayli Oqsaroyga bo'lsin, mayli Tashqi ishlar ministriga bo'lsin, mayli kongressga bo'lsin. Bu yosh qizlarimiz o'zining yoshlarning oshqushi bilan bizga eshiklarni ochib beryapti qarindoshlar. Rahmat. Men sizlarga bugun oxirida mush so'zimni deb qo'ydim. Rahmat sizlarga. Xayrli oqshom.